Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan hududlarda qurilish sifatini ta'minlashga qaratilgan nazorat tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Mustaqil yopish kerak. Devor qiyshiqligi uchun mana u noto'g'ri turibdi. Navbatdagi monitoring tadbiri Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan internat uyida olib borilayotgan rekonstruksiya va jihozlash ishlarini o'rganishga qaratildi. O'rganishlar davomida qurilish jarayonida bir qator jiddiy kamchiliklar aniqlandi. Jumladan, amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga zid ravishda ishchilar shaxsiy himoya vositalari, maxsus kiyim va poyafzallar bilan ta'minlanmagan. Bu esa mehnat xavfsizligi qoidalarining qo'pol buzilishi hisoblanadi. Shuningdek, tashqi oqova suvlarni chiqarish uchun o'rnatilgan temir beton handaklar sifatsiz bajarilgani sababli ichiga yomg'ir suvlari to'planib qolgan. Yomg'ir suvlarini chiqarish tizimida ham qator kamchiliklar aniqlanib, beton latoklar loyiha va me'yoriy talablar asosida o'rnatilmagani, ularning osti yetarli darajada mustahkamlanmagani hamda gidroizolyatsiya ishlari bajarilmagani qayd etildi. Bundan tashqari, ventilyatsiya shaxtalari sifatsiz montaj qilingan, tovush izolyatsiya va germetik mustahkamlash ishlari bajarilmagan. Ichki pardozlash ishlarida esa MDF eshiklarining sifatsiz o'rnatilgani aniqlangan. Qurilish maydonining chiqindilaridan tozalanmagani ham umumiy tartib va xavfsizlik talablariga zid holat sifatida baholanadi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berilib, ularni qisqa muddatlarda bartaraf etish talabi qo'yildi. Berilgan yozma ko'rsatma talablari o'z vaqtida bajarilmasa, mas'ul shaxslarga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanilishi tushuntirildi. Ta'kidlash kerakki, bunday nazorat tadbirlari qurilish jarayonlarida sifat va xavfsizlikni ta'minlash, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarning mustahkam va ishonchli barpo etilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Nazorat tadbirlari viloyat bo'ylab davom ettirilmoqda.